Assalomu alaykum hurmatli Ko'ksaroy Hospital YouTube sahifasi obunachilari. Bugun sizlarga Ko'ksaroy Hospital klinikamizni to'liq obzor qilib, klinikamizda qanaqa shart-sharoitlar borligi haqida tanishtirishga harakat qilaman. Hop, birinchi navbatda klinikamizga kirganingizda chap qo'lda bizning resepsiya, ya'ni qabulxonamiz va o'ng tarafda kassamiz turadi. Barcha shifokorlarimiz birinchi qavatda joylashgan va bizning klinikamizda barcha yo'nalishdagi shifokorlar mavjud. Chunki bizning asosiy maqsadimiz bemorlarimiz barcha muammolariga birgina mana shu klinikada yechim topishdan xohlaymiz. Birinchi etajda konsultatsiya olganingizdan keyin ikkinchi etajga statsionar muolajaxonalarimizga chiqamiz. Ketdik. Mana hozir ikkinchi etaj statsionarniy muolajaxonalarimizga yetib keldik. Bu yerda menga eng yoqayotgan narsa har bitta bemorni shu qulayligini o'ylagan holatda ovqatida 4 mahal issiq ovqat xonalariga olib kirib, yana yeb bo'lgandan keyin yig'ishtirib ochib ketinar ekan. Shu jarayonni hozir ko'ramiz. Hurmatli Ko'ksaroy bemorlari va obunachilari, sizlar o'ylagan holatda bizning Ko'ksaroy Hospital korxonamizda basseyn ham mavjud. Hozir uni sizlarga ko'rsatib, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunday katta keng basseyn foydalanish uchun bizning klinikamizda mavjud. Va eng muhimi, bu basseyn suvi har 2 kunda bir marta almashib turiladi. Bu esa turkcha hammom, lekin bitta narsani sizga aniq ayta olaman, aynan mana shunday sharoitdagi klinikani hamma joyda ham uchratavermaysiz. Bu esa dush kabinalarimiz hisoblanadi. Hozir eshikni ochaman, o'zingiz sharoitlarni ko'rib guvohi bo'lasiz. Bu bizning fizioterapiya xonamiz. Bu yoqda barcha muammolarga yechim bo'ladigan zamonaviy apparatlar ham mavjud. Mana shu hozir ikkinchi palatada yotgan bitta onaxonimizdan jonli hech qanday ogohlantiruvsiz bir o'zlarining klinikamiz haqida fikrlarini bilib olamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Charchaganingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Onam dam olib o'tirgan ekanlar. Rahmat, Allohga shukr, rahmat. O'z charchab qo'ymayapsiz ishlar bilan? Yaxshi, maza qilib dam olasizmi? Aha. Onajonim, men sizdan hozir shu klinik haqida, klinikani haqidagi fikrlaringizni, bizning auditoriyamiz bor, bizning kuzatuvchilarimiz bor, o'shalarga olishimiz kerak ekan. Shunga ozgina fikringizni bildirib berasiz. Qizim olib keldi meni bu yerga, Feruza doktor bor shu yerda neyropatolog, o'shanga ko'rsataman sizni deb olib keldi. O'zi qizim olib keldi shu yerga. Boshim og'rib, ozgina stress bo'ldim-da, boshim aylanib, boshim og'rib, o'shanga keldim. Kelganimda juda ahvolim yomon edi. Hozir kelganimga 2-kuni bo'ldi. Bugun ahvolim ancha yaxshilandi. Bu yerdagi medsestralar juda ham yaxshi qarashar ekan. Massajchilar, pastda fizioterapiyalar hammasi yaxshi, juda ham tarbiyali, muomalalari yaxshi, shunaqa qizlar, bolalar ishlashar ekan. Osh-ovqatlari ham juda ham yaxshi ekan. O'zligi ovqatlarni olib kelib berishadi, o'zligi olib ketishyapti yana. Men urinayotganim ham yo'q, men ovqatga o'tiraman, yeyman, ichaman, olib chiqib ketishadi. Lekin bularning lechinasidan men mamnunman. Yaxshi. Endi boshqa yo'llarda ko'p joyda lechina oluvdim. Endi shu yerga olib keldi qizim. Endi har doim kasal bo'lmay avvalambor. Endi kasal bo'ladigan bo'lsam, shu yerga kelib lechina olaman deb o'zi aytvaman, doktorga ham aytdim. Har doim mana shunaqa sizga kelib turaman. Xonalarning ozodaliklari, tozaliklari bir kunda ertalab, kech payt tozalashadi. Hamma yoq sanitarniy sostoyaniyasi juda ham chiroyli, yaxshi. Menga yoqdi, menga mamnunman. Men bularning lechinasidan, doktorlarning muomalasidan, medsestralarning muomalalaridan mamnunman. Qolgan odamlarga ham men har doim tavsiya qilamanki, shu yerga kelib lechina olishligini tavsiya qilaman. Lechinalari juda ham yaxshi ekan. Massajchilari, elektr lechinalar, fizioterapiyalari juda ham yaxshi ekan. Muomalali, asosiy keragi muomalali qizlar ekan hammasi. Medsestralar ham onajon qilib esliga ketyapti. Doktor ham onajon qilib. Men boshqa joyda ko'p joyda dam olganman, ko'p joyda lechina olganman. Lekin bu yerda bunaqa emas. Xususiy klinikalarda ham ko'p joyda dam oldim. Yaqin bundan bir 6 oy oldin ham oldim boshqa joyda. Bunaqa emas, sharoiti bunaqa emas. Osh-ovqatlari ham bunaqa emas. Bet sharoiti menga juda ham ma'qul keldi, yaxshi. Ko'ksaroy klinikamiz standart tarifidagi xonalarni ko'rib chiqamiz, o'zingizlar ko'rib baho beringlar.
Bu Ko'ksaroy Hospital klinikasining VIP xonasi. Bu xonadagi bor sharoit mana man degan hashamatli hovlida ham yo'q. Agar sizda allergiya, bronxit, tez shamollash yoki qandaydir teri kasalliklari bo'lsa, bu bizning klinikamizning tuzg'ori. Marhamat, o'zingiz ko'rib chiqing. Bu bizani erkaklarni mamnun qiladigan, xursand qiladigan xonamiz. Bu esa bizani kedir bochkalarimiz. Bu yerda shamollashlarga juda ham zo'r sauna qilinadi va juda ham tana uchun foydali hisoblanadi. Sizlarga qisqacha bo'lsa ham klinikamiz haqida ma'lumot berishga harakat qildim. Agar video mamnun bo'lgan bo'lsa, like bosib, o'zingizlarning yaqinligiga ulashib qo'yinglar. Bizning klinikamiz qanaqa sharoit borligini ular ham bilib qo'ysin. Agar siz ham shunaqa sharoitda lecheniya olmoqchi bo'lsangiz, shu sharoitdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, shu raqam orqali bizga bog'laning yoki kommentariyada o'z qiziqtirgan savollaringizni yozsangiz, biz o'zimiz aloqaga chiqamiz.